Begona erkak bilan xiringlashib turganmiding? Hozir mayib qilib qo'ymasimdan rostini gapir. Bo'ldi, o'zingni bos Bahodir. Menga qarang Zaynab. Shu gaplar rostmi? Ha, to'g'ri. Voy, o'lmasam. Kim o'sha? Uchrashganing kim? Tezroq ayt. Ha? Javohir aka. U meni yoqtirgan yigitim edi. Voy, sharmanda. Nega uchrashding? Nima qildilaring? Ko'rishdik, gaplashdik xolos. Sen ishga boraman deb meni aldab, o'sha iflos bilan ko'rishganmiding? Hozir uni o'ldiraman, keyin seni ham o'ldiraman. Bo'ldi, o'zing bos. Bo'ldi. Bas qiling. Menga qarang.